18-bob. Odamlardan uzlat. Xilvat, tanholik tushunchasi odamlar orasida bo'lsa ham ular bilan dildan bog'lanib qolmaslikni anglatishi barobarida, jumladan zarur bo'lgan taqdirda dunyo ahlidan ta'magir bo'lib qolmaslik, hirsu nafsoniyatdan tiyilish uchun ehtiyot va vara'ga qat'iy rioya qilgan holda ulardan dunyo ahlidan yiroqlashish ma'nosini ham ifodalar ekan. Allohning Rasuli sollallohu alayhi va sallam marhamat qiladilar. Salomatlik tanholikda, ofat esa ikki kishining orasidadir. Tanangiz odamlar bilan bo'lsin-u, ko'nglingiz Allohning yodi bilan. Xuddi mana shu fursatni xilvat, tanholik deb atagan ekanlar. Odamlarga ko'ngil bog'lab, ular bilan vaqtini o'tkazgan kishi ibodat lazzatini his etishi va egallashi mumkin emas. Kimda kim dunyo muhabbatiga me'yoridan oshiq berilib ketgan bo'lsa, uning oqibati xayrli bo'lishiga umid yo'q. Zolimlar bilan do'stlik yo'lini ixtiyor qilgan kishining din va diyonati xarob bo'lishi turgan gap. Odamlar rizoligini o'ylab yurgan kishining Alloh azza va jallaning rizoligini topishi kamdan kam holdir. Banda uchun o'ta foydali amallardan biri ko'proq sukut saqlab, uyda odamlardan uzoq bo'lishdir. Ammo bu uzlatni odamlar yomon u men yaxshiman degan andisha bilan qilgani durust emasdir. Balki o'z nafsini go'yo quturgan it kabi bilib, odamlarni qopib olish xavfi bo'lgani uchun uni uyda qamash lozim degan niyat bilan bajarsa ravodir. Odamlar bilan ko'p muomala qiluvchining gunoh sodir etishiga shubha yo'q. Deylik, gunoh so'zlardan tilini tiygan bo'lishi mumkin, ammo kimningdir noo'rin yo g'iybat so'zini eshitmaslikning qanday chorasi bor? Eshituvchi kishi ham so'zlaguvchining gunohida sherik emasmi? Naql etishlaricha Junayd Bag'dodiy deydilar: kimki dinim omon, ko'nglim tinch, xotirim jam bo'lsin desa, odamlardan qochsin. Bizning davr aqlli odamni qo'rquv, g'am va tashvish qamragan bir davrdir. Bundan faqat tanholikni ixtiyor etganlargina mustasnodir, xolos.